ichki motivatsiyada, xursandchilikda, ichki ishonchda davom etyapsiz. Oldinga qarab harakat qilishni. Ha, to'g'ri, to'siqlar bor. Ha, to'g'ri, qiyinchiliklar bor. Lekin siz ularni yengishni bilasiz. Qadamlarni yozib chiqishni bilasiz. A variant, B variant, V variantlarni tuzishni bilasiz. Hissiyotlarni ko'tarishni bilasiz. Yana metodichkani qo'lingizga olyapsiz, daftarni olyapsiz, qadamlarni boshqattalab tuzyapsiz, resurslarga to'layapsiz, oldinga qarab harakat qilyapsiz. Oradan vaqt o'tyapti. 5 oy vaqt o'tdi. Ne ko'z bilan ko'ringki, siz maqsadingizga olib boradigan yo'lni 90% bosib o'tibsiz. Orqaga bir qarang-da, oldinga qarang. Hech qancha vaqt qolmadi. Mana siz maqsadingizga erishasiz. O'sha kun yaqinlashib qoldi. O'sha kun mana ostonada turibdi va o'sha kunga siz harakat qildingiz, intildingiz, bordingiz, uddaladingiz. Hech qancha vaqt qolmadi.